Rangi va kiyimim bilan esa mos bo'pti. Bugun bizada juda ham katta yangilik. Nima deydigan bo'lsanglar, mashhur aktrisamiz Park Chelim hamkorligida, ya'ni bizning hamkorligimiz bor. Ularning yangi mahsuloti bizada launching bo'ldi. Ura! Ko'pchilik bilardi, Sunbalmimiz bor edi, Rosary idishda. Hozir sizlar bilan unpacking qilamiz va bu bizga yangilangan, update bo'lgan holatda keldi. Nima yangiliklar qo'shildi deydigan bo'lsanglar, bu mahsulotimizga pediarin va bundan tashqari water cooling sistemi qo'shildi. Ya'ni ko'zamizga endi bu mahsulotimiz ko'zamizni yoz oylarida ham, kunlarda ham polniy ham svejiy saqlashga yordam beradi. Pediarin bilan ham uxot hammasi bitada ketyapti. Вот mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Zapaskalar ekan. Buni zapaskasi yo'q edi. Mana hozir endi bular zapaskasi bilan chiqazishdi. Rangi rosary holatda, mana ko'pchilik biladi, juda ham sevishadi. Buni sostavida niasinamid ham bor, pediarin bor va bundan tashqari aytganimdek cooling sistemasi, вот mana oynasini olib tashlaymiz. Вот mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Yaxshi ko'raman shunaqa. Voy hidini. Hidi voy. Vau. Ozgina nomga naturalniy fragrance berilgan. Bu mahsulotimiz qizlar ajillaga niasinamid bor bo'lganligi uchun dog'larga ishlab beradi, ajillaga ishlab beradi, adenozini bor, peptidlari bor qizlar. Bu uxot qizlar, uxot. Plus eng zo'r tarafi mukammal tarzda SPF ni eng kuchli zashitasi. Endi bundan zo'r yangilik qizlar. Endi makiyajimizning ustidan ham bemalol biza SPF ya'ni sunbalmimiz surib, bemalol himoya qila olamiz va bizning xojini va ajillarimizga ham zo'r yordam beruvchi balmimizni maza qilib ishlatsak bo'ladi.